Rus tilidagi kitoblarni qanaqada yozamiz, qaysi shriftda yozamiz, qaysi nimada yozamiz? Himoya qiling, bo'lmasam nima biz hozir Azizdan yurib olishimiz kerakmi? Qanaqa gapiring? Bilmasangiz, kechirasiz, men buni bilmayman deng. Juda ham yaxshi. Hozir domla ikkalasiga solishtirma degan narsani gapirdi, domla gapirganlarda. Shu narsa bilan shug'ullanish kerak-da, hozir vaqti уже bosing. Professor o'qituvchilardan iborat hay'at a'zolari kimningdir ishidan mamnun, kimningdir ishidan esa mamnun emas. Bu esa O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazida. Cholg'u ijrochiligi bo'yicha fevral oyida tashkil etilgan malaka oshirish kursi tinglovchilarining yakuniy bitiruv malakaviy ishini himoya qilish jarayonlaridan. O'zbek va rus guruhlaridan tashkil topgan tinglovchilar bir oy davomida olgan bilimlari va o'zlari tanlagan mavzulari bo'yicha tayyorgarlik ko'rgan. Har bir tinglovchi o'ziga xos yondashuv bilan bitiruv malakaviy ishi asosida elektron modul ishlanmasini taqdim etdi. Bu jarayonlarda esa hay'at a'zolari o'z fikr-mulohazalarini bildirib, bitiruv malakaviy ishi uchun belgilangan ball sistemasiga tinglovchilarni baholab borishdi. Batafsil keyingi videoda.